Abdurahmonov keling oldi. To'xtat kelingni. O'rta boshliq o'zingiz qarab olasizmi, iltimos? Nima bo'ldi? Qornim og'rib qoldi-da. Tez kelgin. Hujjatlaringizni berasizmi? Hujjatlarim bor. Hozir meni to'xtatgan yigit. Abdurahmon aytyapsizmi? Misha Muhriddin. Ha, shu Abdurahmonovda. Ha. Qayerdan taniysiz uni? To'g'rani ikkitadan nima bo'ldi? Ananasdan mara qo'yam. 4 xira o'ldirdik. Hozir bolalar kelishyapti tarqatishga. Necha? Nima xo'jayin? Hormat, charchamayapsanmi? Yaxshi, rahmat. Mana qara, bir o'zing ulgurasanmi o'zi? Ha, ulguraman xo'jayin, ulguraman. Ko'zlaring ham qizarib yotdi, uxlamadingmi? Ko'p uxlaganimdan xo'jayin, ko'p uxlasam ko'zim shunday qizarib ketadi. Xo'p, tezlash. Ulgurishimiz kerak. Xo'p. O'zbekiston bozorida hozir mashina terevaliga bo'lgan talab juda ham kuchaygan, bilasan. Hozir Toshkent shahrida dilerlarni ko'paytirib, yetkazish kuchaytiryapti, tushundingmi? Kattaroq. O'rta boshliq huzur yana kechga qoldim. Abdurahmonov. Yo, o'rta boshliq uxlab qolibman-da, ataylab qilmadim. Yetar yolg'onlaring. Yolg'on gapirayotganim rostdan. Meni kechiring o'rta boshliq, boshqa takrorlama. Stop. Sen meni kechir. Misha 8 oydan buyon meni qo'limda yukshi bo'lib ishlaydi, lekin qayerda ishlashni bilmas. Tushunarli. Bugun Muhriddin ishga boradigan bo'lsa, oramizdagi suhbatni bilmay qo'yaversin. Kelishdiga? Rahmat, sog' bo'ling. Nega ikkinchi ishing haqida menga aytmading, Abdurahmonov? Sizga aytadigan ishim emas edi, o'rta boshliq. Shunaqangi senga begona bo'lib ketdimmi? Yo, o'rta boshliq. Siz meni xato tushundingiz. Bilasiz, ota-onamdan keyin faqat menga Hasan Zuhra yodgor bo'lib qolgan. O'tgan yil ikkalasi ham o'qishga topshirdi. Ko'z tegmasin o'qishga kirishdi. Kontrakt. Endi ularni o'qitish kerak. Chunki ota-onamning orzusi edi ularni o'qitish, o'rta boshliq. Undan tashqari ro'zg'or degandek kvartirada yashaymiz. Shunga ishlashga majbur bo'ldim. To'g'ri, forma kiyganimdan keyin ko'pchilik menga katta pul taklif qildi. Hattoki umrimda ko'rmagan pulni taklif qilishdi. Lekin sizni bergan saboqlaringiz, ota-onam yedirgan halol luqmalar. Bo'ldi, Abdurahmonov. Hozir mana ham yig'latib yuborasan. Kesal bir baringga bosib qo'y.